Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Lord Minecraft. Bugun biz One Block 100 kun videoni 3-qismini olamiz. Ya'ni 5-6 kunlar. Qani bo'lsa biz ketdi videoni ko'rishdan oldin albatta obuna bo'lib, videoga like bosishni ham unutmanglar. Bitta kommentariy ham qoldirib ketsanglar, albatta xursand bo'lgan bo'lardim. Mana nimalarim bor edi, o'sha ismlar ham chiqib ketibdi. Xo'p, biz hozir bu xonani tomini yopib olishimiz kerak. Keyin sekin blok sindirishga o'tib ketamiz. Bu yerdan ikkinchi qavatdan qilamiz hali. Shu yoqqa chiqishga zina qilib qo'ysam, qurishga ham qulay bo'ladi. Buni tagiga sunduqlarni tashirman haliroq. Hozircha sunduqim yo'q menimcha. Sunduq bormi bizda? Menimcha yo'q bo'lishi kerak sunduq. Bo'lsa bitta bordir. Bitta bor ekan sunduqim. Mayli, buni qo'yib beraman hozircha. Keyin yana bitta topsam, shuni ham bundoq qo'yib qo'yaman. Unga bloklarimiz olaman. Blok bor-ku. Shuni bloklar alohida tursa, bolalar bu qurgan joyimni tezlashtirib olmasam video zerkarli bo'lib qoladi. Shuning uchun tezlashtirib olishga qaror qildim. Bizda blok qolmay qoldi. Endi bizda blok bormi, qoldimi? Sunduqlarda. Bu ikkala sunduqda yo'q. Bunisida bormi? Ikkita dona yer blok. Bundachi. Mana blok qolmabdi уже. Demak, biz o'rtadan blok sindirishimiz kerak hozircha. Xo'p, ko'mir. Yana ko'mir, tosh, shunaqa toshlardan bizga 2 stak bo'lsa, ikkinchi qavatda ham qurishga o'tib ketardik. Ikkinchi qavatda ikkita xona qilmaganda bitta katta xona qilib qo'ysam zo'r bo'ladi. Yo'q, ko'ramiz, nimadir joylaymiz. Oltin chiqdi. Biz hozircha oltinni toshda buzmay qo'ya qoling. Menga oltin kerak, shuning uchun hozir bizda temir bormi yana bitta? Xo'p, temir bor, yaxshi. 7 ta temir bor, uchtasini pishiramiz-da. Hammasini qo'yib yuboraman. Uchtasi pishgandan keyin kerkov olaman-da, temirdan keyin oltinni sindiraman. Menga oltin kerak, chunki menga aslahalar kerak. Shunga bizga oltin kerak. Almazim ko'p emas-da, aslaha yasashga polni. Bu narsani joylab qo'yamiz, bo'lmasa sunduqda joy kamayib ketadi. Porядkalab qo'ysak, cho'tki bo'ladi. Bizda blok hozircha yetarli emas. Yana sindirishimiz kerak. Ana 3 ta temirimiz bo'ldi. Bizga palga kerak, yaxshi palga 12 ta bor. 3 ta yetadi. O'zi 2 ta ham yetadi. 3 ta bo'lganini o'g'irdim. Mana biz kerka yasadik. Endi bitta palkani sunduqqa sovuramiz. Keyin esa oltinni olib va yana bloklarni sindirishga o'tib ketamiz. Shu bloklarimiz menimcha yetadi tommi yopib olishga yoki yetmaydimi? Mayli, yetmasa yana sindirib olamiz. Yetmasa ekan menimcha. Mayli, 1-2 dona yetmay qolar ekan. Yana keyin sindirib olaveramiz. Hech qilsa, nima bunaqa qurilyapti? Men bunga uncha o'rganmaganman-da, bunaqa plyuslikda qurishga bor-ku. Ana dumaloq qolgan joylarga bossanglar o'sha joy boshlaydigan bor-ku, o'shanda yaxshi quraman men. Bunga sal o'rgana olmay qolganman bor. Uncha yoqmaydi bu. Prosta anunda o'ynash noqulayroq-da. Xalaqit beradi. Lekin ikkinchi qavat ancha katta bo'lyapti. Bizga yana hali ko'p bloklar kerak, shuning uchun blok sindirishimiz kerak, yana ko'proq. Oltin aytgancha. Creeper. Sal qol tushga tushunganligim temir kerka dabdala bo'lardi. Voy, bu yoqni yopib olishim kerak endi. Blokim ham yo'q bor-ku. Bu yerda bloklar bor yetgancha. Mana shulardan yopib olib turay hozircha. Yetadimi mana shular? Creeper lekin bir marta ham chiqmadi menda. Birinchi, ikkinchi qismda umuman chiqmadi Creeper. Endi chiqish boshlabdi. 4-levelda. Xo'p, o'pish yopilmadi. Yana ozgina sindirikchi blok chiqib qolsa, keyin o'sha bilan yopib yuboraman. Xo'p, tosh yaxshi bo'ldi, yopib olsak bo'ladi endi. Yana bitta yetmasa. Mayli, u bitta muammo emas. Yana Creeper chiqib qolmasa bo'ldi, shuncha qurganimga yarasha. Xo'p, menga ko'p tosh kerak-da. Bor 3 stak tosh bo'lsa, o'sha ikkinchi qavat bemalol qurib olaman. Bolalar, shuncha mehnatimizni qadrlagan holda obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib, kommentariy bittadan o'lcha qoldirib ketsanglar, degunimcha Creeper chiqib qoldi bolalar. Xursand bo'lgan bo'lardim albatta. Obuna bo'lib, like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldirsanglar. Men gapirgunimcha o'sha Creeper chiqib yo'q qilib tashladi mamtlarni bor-ku. Shuncha ta'mirlaganim dabdala bo'ldi. Bu yerdagi sunduqqa ham shurib o'ribdi. 5 ta sunduq yo'q qilibdi. Bitta qo'yib chiqishim kerak joylab. Voy, Creeper. Nimaga Creeper ko'p chiqyapti?
Chiqmayapti-ku o'shanday. Xo'p, mana bu yerda yopib qo'yamiz. Mana shu yerda unblock. Mana shu yerga. Creeper ko'p chiqadigan bo'lib qoldi. Chiqmayapti lekin. O, olmos. Bizga olmos kerak. Olmos 30 tacha olmos bo'lsa, VIP aslaha yig'ib olamiz. Polniy. Aytgancha mana buni atrofini yopib chiqdim, yopib qo'ya qolay, yana adashib ketishi mumkin, bilib bo'lmaydi. Shunga atrofini yopib qo'yaman. Yopib qo'ydim ham. Xo'p, endi bularni sindiramiz to'xtamasdan bizga ko'proq blok yeguncha. Menimcha hozirchaga yetadi shu bloklarimiz. 50 ta tosh blok, 8 ta bunaqa tosh, 9 ta bunaqa oq toshdan bor ekan. Menimcha yetsa kerak. Bemalol yetadi. Bu yerni yopish kerak, lekin ikkinchi qavat qurishga albatta yetmaydi. Bu yana bizga ko'p toshlar hali kerak bo'ladi. Kamida yana 2 stak tosh kerak bizga. Hop, bu yerni yopib qo'ysam chiqararmikinman? Mana shu yerdan qilaylik. Xunuk ko'rinyapti. Bitta qator yurg'izib yuboramiz. Уже menda 55 ta qoldi общий blok. Xo'p, mana bu yerda ham ozgina bundoq qilib qo'yamiz. Ko'rinish uchun ishlaymiz ozgina. Bu yerni hali ko'tarishimiz kerak. Nechta 4 ta blok ko'tarsam yetar ikkinchi qavatda. Yoki 5 tami, 6 tami ko'ramiz-da. Mana bunga bloklarni solib ketay. Keyin naryoqda ham bloklar bor edi. Sunduklar o'shalarni olib kelib shunga solib qo'ysam bo'ldi. Polniy bloklarni shunga yig'aman. Endi adashib ketmaydi. Agar menga blok kerak bo'lsa, o'sha yerdan bemalol olaveraman. Bu yoqda qurish uchun blok yo'q, faqat taxta bor. Taxta menga kerak bo'lib qoladi, chunki ko'p kirkali yasash uchun ham kravat tushib qolgan. Aytgancha qo'rib qo'yish joyiga hali kech bo'lmadimi? Yo'q, menimcha hali bor kechqurun bo'lishiga. Ikkita olmazim bor ekan bu yerda. Kerak sizlarni joylab tashlaveramiz bu yoqqa sundukka. Kerak emas, men qachondir kerak bo'lib qoladi, lekin hozircha kerak emas. Xo'p, mana bu yoqqa qo'yib qo'yamiz olmos. 6 ta olmazim bo'pti. Hop, menda olmosdan kiyim bor, olmosdan shton bor. Bo'ldi, yana olmos oyoq kiyim kerak, olmos bosh kiyim. O'sha qorong'i tushyapti. Bu taxtalarni ham qo'yib qo'yaveraman naryo bloklarga. Mayli qurilishga ishlataveraman. Yag'ay qurilishga ishlatmay qo'ya qolganim yaxshi. Bora solib qo'ya qolay joyiga. Chunki bilib bo'lmaydi, men blokdan shu bilan taxta chiqmay qolishi ham mumkin. Keyin nima qilaman? To'g'rimi? Kirka yasolmay qolaman. Ham yopib qo'yaylik, ko'rmay qolman cho'qib ketganini. Hop, mana buni joylab turamiz. Bu yoqqa hozirchaga nariga borib kelmayman. Shunga ham ketdi bo'lmasa bizga yana blok sindirishga. Bu yoq xonani yorug' qilib qo'yishim kerak. Menga fakel kerak. Hop, fakel yasab olamiz. Menda ko'mir bor, palka bor. Endi bemalol yasab olsak bo'ladi fakel. Hop, 40 ta fakel yasasak bo'lar ekan. Bizga 4 ta dona yetadi. Mana bu uyga qo'yamiz. Keyin tomga qo'yib yuborishim kerak. Hali tomga ikkinchi qavat qurishim kerak. Ikkinchi qavatga kamida 6 ta fakel kerak bo'ladi. Hozir kechqurun qurmayman. Hozir uxlab olaman. Ertaga turib keyin bloklarni ko'proq olib, keyin o'shanda qursam bo'ladi. Hozircha bu yoqqa qo'yib turamiz. Sal yorug'roq bo'lib turadi. Ketdi endi biz uxlab olsak ham bo'laveradi. Hamma narsani joylaymiz-da, birinchi paretga qo'yib yuborishimiz kerak. Bu yoqda ham bloklar bor ekan. Aytgancha bu yerda bochka ham bor edi, esimdan tushib ketibdi. Bu yerdagi bloklarni nariga joylaymiz-da va qaytib uxlab olamiz. Esimda yo'q-da bunda narsa turishi. Bloklar ko'p ekan bu yerda ham, lekin 47 tami? 47 ta blok chiqdi anaqa toshli blokdan. Temirni pishirib yuborishim kerak ekan. Adashmasam bitta ko'mir bor edi anaqada, pechkada. Bor ekan bitta ko'mir. Shuni qo'yib yuboramiz va oltinimiz tayyor. Hozir 5 ta oltin bo'lsa 6 ta bo'ladi. 5 ta temir ham bor ekan. Hamma narsani joylaymiz-da va uyga ketamiz. Aytgancha mana bu sundukka mana buni yoniga qo'yib qo'yaylik. Voy, bu yoqqa emas, yoniga-ku. Bosilib ketdi boru.
Hop, ana endi bemalol xulavorsak bo'laveradi. Hop, hammasini joyladim. Bo'ldi, ana bo'lmasa biza ketdik uyquga. Va mana ertalab ham bo'ldi. Bizani bir kunimiz o'tdi, endi yana bir kun oldinda bolalar. Hozir biz bloklarni sindiramiz va ikkinchi qavatda qurishga o'tib ketamiz. Birinchi piyolani sindirishdan boshlayveramiz ishimizni. Yetadi. 2 daqiqadan ortiq sindirib turdim boru 2 daqiqadan ortiq. Mana bir stak tosh va yana 6 ta tosh, yana 6 ta boshqa tosh va 7 ta oq tosh bo'ldi. Endi biz bemalol qurilishga o'tib ketsak ham bo'lardi, menimcha yetsa kerak. Naryoqda ham hali ko'p tosh bloklar bor. Kerak emas boshqa blokdan tashqari narsalarni joylab tashlaymiz sunduqqa va keyin qurilishga o'tib ketamiz. Hozir bu yerdan ko'mir olib, temirni pishirishga qo'yib yuboramiz. Hozircha bloklarimni sunduqqa joylab turaman-da. Keyinroq qurilish boshlayman. Hozir uncha qurim kelmayapti. Hamma bloklarimni sunduqqa joylab turaman va keyin quraversam ham bo'ladi. Keyinroq 5-10 minutlardan keyin. Hop, mana bu sunduqqa qayerga joylasam bo'ladi? Bu yoq qo'ysam ochilmaydi. Tepasiga qo'ysam ham pastiga ochilmay qoladi. Mana bir chekkaga bitta o'zini qo'yib qo'yaman. Buni chekkaga qo'yishga narsa ham yo'q уже. Hop, bu yerda nechtasi pishdi? 3 tasi. Bu temirni hozircha bu yoqqa joylab turamiz. 8 ta temir bo'ldi. Naryoqda 7 ta bor. 15 ta общий temirim bo'ldi. Temir уже VIP. Hozircha temir kirka yasab turamiz o'zimizga. Temir kirka kerak. Bu temir kirkani singuncha sindirdim. O'zi ham 2,5 minut. Yana sindiramiz ozgina blok. Menimcha u yetmaydi sunduqdagilar hali. Menimcha уже blok sindirishni to'xtatib yuborsak ham bo'lardi. O'rgimchi. Qanaqa o'rgimchi u? Rangi ham boshqacharoq sal. Men urganda jonim ketyapti. Bunaqa o'rgimchi ko'rmaganman. Tamom, unaqa o'rgimchi ko'rmaganman lekin. Yoki bu Bamblok o'rgimchi men ko'rmaganman. Yoki Minecraft'dagi o'ziniki. Olmay yubormasam bu ham jonni ham tez ketqizyapti, ham qanaqadir jon ketkizib, o'zini jon ketkizgan bo'lib qolyapti. Qanaqadir virus qo'yyaptimi bilmadim. Hop, o'sha blok yetadi menimcha bizada. Bemalol endi ikkinchi qavat qurilishiga ham o'tib ketursak bo'lardi. Hozir men bu temir bilan nima edi, mismidi? Shuni joylaymiz-da. Hamma narsani joylab turib, keyin naryoqdan bloklarni olib turib, qurilishga o'tib ketamiz. Bitta kerka qolsa bo'ldi, chunki agar toshim xato qilib qo'ysam, uni buzib yuborish kerak bo'ladi. Shunga endi qolgan bloklarni olamiz va ikkinchi qavat qurilishiga o'tib ketursak bo'lardi. Ketdi. Endi bizda qancha blok bor? Xo'p, 3 stak plus 52 ta tosh. Hozircha shularni olib turamiz. Hop, men anu dumaloqligiga qilib qo'ymasam bo'lmaydi bosilishi. Bo'lmasa qurish qiyin-da men uchun. Qurish o'shanda osonroq. Mana shu bor-ku. Mana shunda qurish osonroq deb abi. Hop, 6 qavat qilsam bo'larmikan? Ya qo'l yetmasa ekan-ku. Qo'l yetgancha qurmoqchiman-da. 5 qavat. Jon ketyapti-yu. 5 qavatga yetarmikan? Yetmas ekan. Yetsa yaxshi deb abi. Qulayroq bo'ladi qurish. Mayli, endi bir qavatdan sindirib yuboramiz. 4 qavatdan bo'lardi. Men sakra yurarmidim men. 4 qavat ham normal. Menimcha qo'l yetadi. Bu yoqda bemalol-da yetadi bemalol. Ikkitagina, 3 tagina blokim qoldi endi. Qolgan bloklarni olib kelib, hozircha tomini yopmay tura qoling. Hozir menga zina kerak, chunki hozir ko'rasizlar nima qilishimiz zina bilan. Sal chiroyliroq qilib qo'yamiz-da. Hop, zina olamiz.
8 ta zina manimcha yetadi. Mana meniki ham bitta zina bitta emas. Shu yerga qancha zina ketsa zina qilib qo'yamiz deb bu yoqqa. Hozir men bu yoqni hisoblamadim. Mana bu yoqni zo'r qilib chiqadigan qilib qo'yamiz bolalar. Albatta bu ham katta rol o'ynaydi, lekin yetdi endi yana yasab olamiz. Menimcha oq quvor chiroyliroq bo'ladi. Ikki xil bo'lib turadi. Hop endi ketdi. Mana bolalar bizning ikkinchi qavatimiz vashshe chiroyli bo'lib ketdi lekin. Meniki ham bitta qo'yib qo'yamiz ham. Tushsa bo'larmikin bu yoqda blok tursa? Ha, tushsa bo'lar ekan. Oddiy blok qo'yib qo'yaveraman, mayli. Yo'q, zina qo'yib yuboraymikin mana shuni o'rniga buzib. Bitta dona kakra zinam qolibdi, shuni qo'yib yubora qolay mana shu yerga. Bekor o'tmasin zina, o'shani qo'yib yuboraman mana shu yerga bolalar. Ana bo'lmasam chotki uy bo'ldi mana 2 qavatli, ikkinchi qavati kattagina zal bo'ldi bolalar. Hamma narsamizni joylab qo'ydik mana biz sunduqqa. Endi bizga nima kerak? Ikkinchi qavatni yoritish uchun bizga fakel kerak. Yana 4 ta yetadi menimcha. Xo'p, ko'mir va palka. Ko'mir 17 ta, palka 7 ta. Bemalol yetadi bizga. Mana shuni o'zi 4 tagina bo'lsa bo'ldi, bizga 28 ta berar ekan. Mayli, hozircha 4 ta bo'lib turaversin. Xo'p, bu yoqqa 4 ta qo'yib turaman. 6 ta o'rtaga sal xunukroq ko'rinib turadi-da. Xo'p, ana bo'lmasam bolalar yop-yorug'qina ikkinchi qavat ham. Buni tekis qilib 4-blok ustiga qura qolay. Va yana 2 ustiga 3 ustiga qurilib qoldi. Chiroyli, dekoratsiyaga ham qarash kerak, e'tibor berish kerak. Buni ham mana shu qo'yib qo'yamiz. Buni ham olib turib 4-blok ustiga qo'yib qo'yamiz bolalar. Ana bo'lmasam bu uyga 10 dan necha ball bergan bo'laringlar? Albatta kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. 10 dan necha ball bergan bo'lardinglar shu anaqa uchun. Super chest degandim, lekin o'tgan qismda super chestdan 4 ta olmos berib tashlagan bolalar. Hozir menga bitta olmos berdi bundan. 2 tami? Bitta olmos berdi. Super chest bolalar. Yana mendan nimalar bor edi? Aslaha. Xo'p, shtoni bor ekan, shuni kiyib olamiz va hozir oltinni olib turib undan bosh kiyim yasab olamiz bolalar. Va qarabsizki, yana oyoq kiyimini ham yasasam, pulni yig'ilgan bo'ladi. Xo'p, bosh kiyimiga 5 ta kerak. Yana 3 ta bo'lsa oyoq kiyim ham yasab olar ekanman. Mayli, oltin topamiz. Oltin topilmasa, olmosdan yasab olsam ham bo'ladi. O'sha 8 ta olmos bo'ldi. Almas уже VIP manda, almas ham uncha kerak bo'lmayapti. Almas kirka hali yasab ham ko'rmadim. Almas kirka yasashim kerak. Xo'p, buni xulab olganim ham yaxshi. Kirka bilan xulabman. Ishchiligim bilinib turadi-da. Bizning mana 2 kunimiz ham tugadi. 5-6 kunda tugadi mana bolalar. Videoni shu joygacha ko'rganlarga kattakon rahmat. Obuna bo'lishni unutmanglar, videoga like ham bosib ketishni ham unutmanglar. Kommentariyada shu uyga 10 dan necha ball berishlarini yozib ketinglar bolalar. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.